Xitoyda mana tanishim yangi skuter magazin ochdi. Away ochilish marosimi. Bugun birinchi kun. Skuter olganlarga, mototsikl skuter olganlarga balon podarka qilishadi. Yana podarkalar ko'p. Mana bu yerda mana skaner qiladi. Ko'chadan kelgan odamlar ham skaner qilib, tuxumni yoradi, podarka oladi. 恭喜发财，好运滚滚来，大富大贵，个个有豪宅，生意兴隆，都有好买卖，子孙满堂，站成一排排。Mana shu bugun ochilish marosimi. Skuter olganga bittadan balon podarka qilishadi. Bularning akkumulyatori вообще мощный. Mana hozir mana bunaqa yangi akkumulyator chiqqan Xitoyda. Yengil bittalik. Eskilarining ichida 5 ta bo'lgan oldin. Mana buning ichida 1 2 3 4 5 ta bo'lgan. Hozir mana shunaqa yengisi chiqqan. Bitta o'zi yengilgina, unaqa og'ir emas. Bundan zaryadga qiladi, keyin tok kerak bo'lsa, shuni ko'tarib yana ishlatsa ham bo'ladi, buni ichidagi tokini.